Xabaringiz bor. Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida 7-21 noyabr kunlari 6 Islom birdamlik o'yinlari bo'lib o'tdi. Mazkur nufuzli musobaqada yurtimiz sharafini munosib himoya qilgan terma jamoa safida Mudofaa vazirligi harbiy sportchilarimiz ham sportning bir necha yo'nalishlarda yuqori mahorat, matonat va kuchli iroda namoyon etishdi. Mavzuni hamkasbim Javohirbek Ibodullayev davom ettiradi. Assalomu alaykum. 6-Islom birdamlik o'yinlarida Mudofaa vazirligi harbiy sportchilarimiz dzyudo bo'yicha 78 kg vazn toifasida Qurolli Kuchlar xizmatchisi Irisxon Qurbonboyev va kumush 66 kg vazn toifasida Janubiy harbiy maxsus harbiy okrug sportchisi, kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Zamaxshari Bekmurodov oltin medalni qo'lga kiritishgan bo'lsa, boks bo'yicha 60 kg vazn toifasida Qurolli Kuchlar xizmatchisi Madiyor Doniyorov va 65 kg vazn toifasida Abdulloh Madaminovga ham musobaqaning oltin medali nasib qildi. Islom birdamlik o'yinlarida og'ir atletika yo'nalishi ham alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston terma jamoasi mazkur musobaqalarda muntazam ishtirok etib kelmoqda. Harbiy sportchilarimiz har galgi o'yinlarda o'z mahoratlari va yuqori jismoniy tayyorgarliklari bilan barchaning e'tibor markazida bo'lishadi. Mazkur yo'nalishning 65 kg vazn toifasidagi ishtirokchimiz Qurolli Kuchlar xizmatchisi Adhamjon Erkashev siltak ko'tarishda oltin medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, dast ko'tarishda bronza medalga egalik chiqdi. Qurolli Kuchlar xizmatchisi Sarvar Zafarjonov 88 kg vazn toifasida ishtiroki bilan siltak ko'tarishda oltin medalni, dast ko'tarishda esa kumush medalga sazovor bo'ldi. Qizlarimiz ishtirokiga ko'ra Qurolli Kuchlar xizmatchisi Regina Adashboyeva o'z vazn toifasida dast hamda siltab ko'tarishda kumush medallar shodasini terma jamoamizga tuhfa etdi. Sportning taekvondo turi bo'yicha Qurolli Kuchlar xizmatchisi Marat Mavlonov 82 kg vazn toifasida hamda 70 kg vazn toifasida tatamiga ko'tarilgan kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Ozoda Sobirjonovalar musobaqa g'olibi bo'ldi va yurtimizga oltin medalni taqdim etdi. Shu yo'nalishda leytenant Svetlana Osipova kumush medalni qo'lga kiritdi. Qilichbozlik bahslarida o'zbekistonlik sportchilar yuqori darajadagi mahoratni ko'rsatmoqda. Shpaga dasturidagi bellashuvlarda Qurolli Kuchlar xizmatchisi Mehrxan Temurov va Javohir Nurmatov finalda o'zaro kuch sinashdi. Yakunda Mehrxan Temurov oltin medal, Javohir Nurmatov esa kumush medal sohibiga aylanishdi. Qurolli Kuchlar xizmatchisi iste'dodli qilichboz Shahzoda Egamberdiyeva yuqori mahorat va matonat namoyish etib, bronza medalga ega chiqdi. Sabaliya yo'nalishida esa Guliston Perdiboyeva ishonchli va texnik jihatdan puxta chiqishlar evaziga kumush medalga sazovor bo'ldi. Yengil atletikaning uzunlikka sakrash yo'nalishida kichik serjant Sharifa Davronova kumush medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, jahonning top sportchilaridan biriga aylangan Qurolli Kuchlar xizmatchisi Anvar Anvarov esa 8,9 metr natija bilan oltin medalga sazovor bo'ldi. Naza uloqtirish bahslarida kichik serjant Nargiza Kuchkarova yuksak natija qayd etib, yana bitta oltin medalni naqd qildi. Shuningdek, yengil atletikaning bosqon uloqtirish dasturida Mudofaa vazirligi sportchisi Zarina Nosirjonova bronza medalini qo'lga kiritdi. 6-Islom birdamlik o'yinlarida Mudofaa vazirligi harbiy sportchilari ishtirokiga ko'ra yakkalik tartibda 11 ta oltin, 12 ta kumush, 3 ta bronza, jamoaviy tarkibda 1 ta oltin, 5 ta kumush medaliga ega chiqishdi. Shuningdek, yana bir quvonchli xabar, joriy yilning 13-18 noyabr kunlari Xitoyning Xayning shahrida tosh ko'tarish bo'yicha jahon chempionati o'tkazildi. Unda dunyoning 25 dan ortiq davlatidan 600 dan ziyod polvonlar tosh ko'tarishning uzun sekil, siltab ko'tarish va dast ko'tarish turlari bo'yicha bahs olib bordi. Mazkur nufuzli musobaqada Mudofaa vazirligi harbiy sportchilari ham munosib ishtirok etib, jamoaviy tarkibda 8 ta oltin, yakkalikda 3 ta oltin va 1 ta kumush medallarini qo'lga kiritishdi. Jumladan jamoaviy tarkibda estafeta yo'nalishida dast ko'tarish va uzun sekil bo'yicha birinchi o'rinda harbiy xizmatchilarimiz tomonidan band qilindi. Shuningdek, yakkalik bahslar ham qizg'in kechdi. Unga ko'ra 24 kg toshni dast ko'tarish bo'yicha kontrakt bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Murodjon Dadajonov 85 kg vazn toifasida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, xuddi shu yo'nalishda 78 kg vazn toifasida kursant Muhammad Shomahmudov va 63 kg vazn toifasida kichik serjant Baxtiyor Yusupov birinchi o'rinni egalladi. Shu bilan birga faxriylar o'rtasida kechgan professional yakkalik bahslarda 24 kg toshni dars ko'tarish bo'yicha podpolkovnik Azat Abdurahmonovga teng keladigan topilmadi. Mudofaa vazirligi Oliy sport natijalarini rivojlantirish markazi sport bazasida o'q otish bo'yicha navbatdagi O'zbekiston chempionatiga start berildi. Unda respublikamizning turli hududlaridan kelgan erkaklar va ayollar, shuningdek 14 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar ikki xil yo'nalishda 10 metr hamda 25 metr masofalarga pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha bahslarga kirishdi. Eslatib o'tamiz, mazkur chempionat 25 noyabrga qadar davom etadi.